Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar hafta kuniga shanba 8-avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Gentra'lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat yili yangi eski har xil ranglaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa azizlar, kommentariy bilan nomini yozib qoldiringlar. Bugun xudo xohlasa har xil ranglardan bo'lgan shu qizillarigacha syomka qilganmiz. 2018 dan boshlayapmiz. 3-pozitsiyada avtomat korobka. 126 ming yurgan. Endi azizlar, biz anchadan beri kuzatayotgan odamlar biladi. Mana 4-pakelini metan qo'yilgan ekan. Narx talashib savdolashmayman men shaxsan o'zim. Bozor narxini chiqaramiz, qo'ng'iroq qilib so'rab ko'raverasizlar. Sababi men savdolashib bu yerda egasi bilan turib pulni kelishib qo'ysam baribir olmaydi-da, oladigan odam baribir o'z savdolashadi. Shu sababdan imkon qadar yaqinrog'ini ayting deyman. Qo'ng'iroq qilib o'zingizlar so'rab ko'raverasizlar. 3-pozitsiyani fulli. Hamma narsasi bor, o'rindiqlari isiydi. Xo'p. Metan gazlari bor. 2018 126 ming yurgan 3-pozitsiyada avtomat korobka. Kraskasi qayerda? Sapochogida bor. Xo'p. Kapotida bir qarish bor. Uslutlariga o'tmaganmi? Uslutlariga o'tmagan. Nech pul qo'yaylik aka? 8,5. 8,5. Bermaganingiz bo'lmadimi mabodo? Endi 3000 pulim bor variant dedi ko'pchilik. Naqa savdo bo'lmadimi? Yo'q, naqa savdo bo'lmadi. Nasiyaga ham berasiz lekin. 4000 bo'lsa beramiz. Bo'ldi, 50% dan atrofida puli bo'lsa 6 oygacha nasiya savdo ham bo'lar ekan. Generalni beraverasizmi? Generalni chiqar. Bartergachi? Barterga yo'q, barterga. Faqat sotiladi yoki variant yoki naqd pul. Nomeringiz? 94 104 0163 0163. Naqd pulga nech pul dedingiz? 8,5 ming dollar kami bor. 2018 azizlar 126 ming yurgan 3-pozitsiyada avtomat korobka. Navbatdagi Gentra'miz azizlar, Gentra olib shu navarot qilaman degan aka-ukalarimizga juda mos keladigan varianti. Sababi ichini hozir ko'rasizlar, juda ham yaxshi navarot qilingan holatda. Xo'p, 2019 mi? Qancha yurdi aka? 105 ming yurgan JKX svetidan. 4-pokeleniya propan qo'yilgan, ABS konditsionerlari bor. Shumka qilinganmi? Polni shumka qilingan, Amerikanga qo'yilgan. Luklari, salon holatlarini ko'ringlar mana. Xo'p, sideniya qo'yilgan ekan, bar, rul, mana. Ko'ringlar. Ishlaydi hamma narsasi. 105 ming yurgan mashina. 300 milyon so'm naqd shaklida beriladi. Yarim yo'lni avtomashina. Pensiyalarga 30 milyon so'mdan beriladi. Propanlari bor. 105 ming yurgan 2019. Taxminan nech pul ketgan ekan bunga aka? Kamida 2000 dollar pul ketgan. Kamida 2000, eng kamida u, to'g'ri. Kraskasi qanaqa? Kapot betida, krillada petni. Ikkita detalda. Ichiga o'tmagan. Nech pul qo'yaylik aka? Uni 8800 dan olgan. 8800 dan ozgina berasiz. Hujjati-chi? Chiqoladi hamma. Xohlagani bo'laveradi. Nasiyagachi aka? 1-2 oyga bera oladi. Qisqaroq muddat kelishlar. Nomeringiz? 91 603 37 11. Aloqaga chiqarasizlar. 2020 navbatdagi Gentra'miz 123 ming yurgan. 115 ming yurgan toza. 115 ming yurgan toza metan gazlari bor, ABS konditsionerlari bor. 113 ming yurgan bo'lsa, motor hadovoy korobka qanaqa? Zo'r. Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoylari zo'r. Bemalol xohlagan ustasi ko'rsatib olaveradi. 100%. 2020 azizlar mana ko'rib olinglar, 113 ming yurgan mexanika korobka, metan gazlari bor. Kraskasi Toza. toza 100%. 100% toza. Aka nech pul qo'yaylik narxini? 8300. 8300. Kami bormi? Ha, Bo'ldi, generalni berasiz. beramiz. Faqat naqdmi yo nasiyaga ham beraverasizmi? Ha, 1-2 oyga bo'lsa beramiz. Qisqaroq muddatga kelishadi. Telefon nomeringiz? 88 88 043 043 0747. 0747 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Gentra'miz ham 2021-yilda ishlab chiqarilgan orqadan puli yengilroq deb aytilyapti. Yurgani qancha buni? 115 ming kilometr bosib o'tgan 2021 4-pokeleniya metan gaz qo'yilgan, ABS konditsionerlari bor. Xo'p. O'rindiqlari isiydi. Metan gazlar bor.
100 qancha yurgan edi? Qancha yurgan edi yurgan? 115 mi yurgan 2021. Xo'p, kraskasi? 3 detalda bor, 3 ta detalda bor, 4 ta petnosi bor. Narxi nech pul? 3 detal, 3 detal, 3 detal. Bo'ldi. Narxi nech pul? Narxi 7400. 7400 kam bor. Nomeringiz? 90lik 90lik 755 755 0404 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2017 navbatdagi Gentramiz 149 €1 avtomat. 149 ming yurgan ekan, avtomat korobka. 2017 dan avtomat korobkasi ekan. Yo'q edi. Lukyo variantidan. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Qani o'zi motorlar ochilmagan. Motorlari ochilmagan. Yili eski avtomat korobka so'raganlar uchun ayni yaxshi variantlaridan bo'ladi. Metanlari bor. 149 ming yurgan dedingizmi? 149 ming yurgan. 149 ming yurgan 2017 avtomat korobka. Kraskasi qayerda? Kraskasi emasmi? Kapotini betida ekan, ichlariga o'tmabdi. Tekshirtirib oldik. Motorlar ochilmagan holatda. O'zimiz asli mahallaning mashinasi. Bu ham faqat oformeniyaga sotiladi. Narxchi? Bu narxi aka 7,5 ming kami bor. 7,5 ming kami bor. 6700 savdosi bo'ldi. 6700 gacha pul ko'rdi. Hujjat nima bo'ladi? Hujjat oformeniya bo'ladi. Nomiga o'tkazib Shuncha oladi. puli yengil. Bo'ldi. Nomeringiz? 94 94 880 880 0555. 0555 raqamiga murojaat qilasizlar. Yili eskiroqdan davom etamiz. 2016-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentramiz mexanika korobka. Qancha yurdi bu? 290 ming yurdi. 290 ming yurgan, metan gazi bor. 1 yevro ekan bu. 1 yevrodan. 290 ming yurgan 2016. $290 ming yurgan 2016. Metan gazlari bor. 290 ming yurgan 2016. Mexanika korobka. Kraskasi qayerda? Mana mashka beradi 100. Xolosmi? Ha, ichiga o'tmaydi. Nech pul qo'yaylik? Xo'p. Buni 7000 ga beramiz. 7000 ga berasiz. Hujjatlari nima bo'ladi? Hammadan Xohlagan hujjati bo'laveradi. Bo'l, telefon nomeringiz? 95 95 075 075 38. 3038 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 navbatdagi Gentramiz. 2019 ABS konditsioner metan gazlari bor. 2019 qancha yurdi aka? Hozir klient bilan gaplashyapti, lekin bir qator albatta so'rab o'tib ketamiz. O'rindiqlari isiydi. Metan gazlari bor. Yurgani qancha edi? 140 ming dedingizmi? 162 ming yurgan 2019. Kraskasi qayerda? Top toza diyorasiz. Mana ko'rsatib qo'ying, qari tezlon. Qiziqishyaptimi? Mana shu yerda ketdi. Bo'ldi, shu yerda petnosi bo'ladi. Bo'ldi. 2019. Nech pul qo'yaylik aka buni? 8200 kopya oling, o'tib beramiz. Bo'laveradi. Bozorda bermaganingizni aytib berasizmi? 77 bermi? 77 ga. Generalni berasiz. Bo'ydaki. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 95 95 075 075 3038 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Gentrani qizil rangini so'raganlarga navbatdagi Gentramiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurdi bu aka? 166 ming yurgan. Yurgani yaxshi. 2014 1 yevro ekan bu. propan gazlari bor. 1 yevro. 4-pokoleniya propan gazi bor, economizer. Diska qo'yilgan ekan mashinaga. To'rtinchi pokoleniya propanlari bor. Qancha yurgan dedingiz? 166 ming yurgan 2014 mexanika. Generalni chiqadi. Generalni chiqadi. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Narxi aka? Narxini aka 54 ga bemar. 5400 ga qo'shganga berasiz. Xo'p, generalni bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 411 411 3042. 3042 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 2019 navbatdagi Gentramiz
2019 GKX svetidan 2019 GKX svetidan Zavadskoy 4-pokoleniya metan gaz. Amerikanga qo'yilgan ekan, 129 ming yuribdi, balonlari yaxshi. Motor, ходовой korobkalari yaxshimi? Ega savdo qilyapti, nari mashinani ham akamizdan. Hozir so'rab bilib ketamiz. Endi baribir bir qator so'raymiz, aytib berishasiz, sizlar kelib albatta qaysi avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar tekshirib olasizlar. 2019 mexanika 129 ming yurgan. Заводской metan gaz 4-pokoleniya. Kraskasi qanaqa? 30% detalida. 30% Detalida bor. detalida. Ichiga o'tmaganmi? Kuzovida umuman yo'q. Naqd pulga necha pul ekan narxi? 7,5 ming. O'tib berasiz. Nasiyaga ham berasizmi? Yarim bo'lsa beraman. Kamida 3,5 ming bunga. Yo 3 mingga ham berasizmi? 3,5 ming kamida. Naqd pulga olsa keyin beraverasizmi? Generalni chiqaveradi. Azizlar, avtomobil naqd pulga sotilar ekan yoki variantga, bir barter boshqa yo'llari yo'q ekan. 6 oygacha kelishlar ekan. Telefon raqamingiz 94 94 104 104 0163. 0163 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2021 navbatdagi Gentramiz. 2021 qancha yurdi bu? 98 ming yurgan 2021. Mexanika, ABS, konditsioner, metan gazlari bor. Salon holatlari yaxshi. 2021. 98 ming yuribdi mashina. Chexol shunikimi? Chexol shuniki, yechib qo'ydik. 98 ming yurgan 2021. Kraskasi qayerda? Kraskasi 3 pet bor. 3 petnosi bor. Narxi necha pul? Narxini 8 ming beramiz. 8 ming kami bor. Bermaganizchi? Bermaganimiz bo'lmadi. Aha. Gen chiqadi. Keyin chiqadi. Faqat naqdmi yo nasiyaga ham berasizlarmi? Variantga beraveramiz, bir oy nasiyasiga. Qisqaroq muddatga. Ha. Nomeringiz? 90lik. 90lik 755 755 0404 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2015 navbatdagi Gentramiz qancha yurdi bu aka? 361 ming yurgan, ABS bor, konditsioner, Economizer 4-pokoleniya propan. 360 ming yurgan 2015. Nima rasxoti bor buni endi? Transport o'zi uchun dokument. Generallimi? Ha, o'zimda. Generalni beraverasiz. 2015. 360 ming yurgan. Propanlari bor, pokoleniya. Kraskasi? Kraskasi Krilo laki bor uka. Bo'ldi, bitta Krilo'da laki bor. Necha pul ekan narxi? Buni uka banki bor 49 million. Bankini yo'q bersam 6400 kami bor. Bank o'zimda. Agar bankini o'zi to'lab olsa 2 million 770 ming so'mdan to'lab bor-ku 36 oy. Bankini o'zi yo'q olsa 2,5 ming dollardan o'tib beraman. Nomeringiz? 93 93 478 478 0550. 0550 raqamiga aloqaga chiqasizlar.